Subsidiya bo'yicha shunaqa savollar ko'p uchrayapti. Subsidiya ham chiqdi. Endi qaysi bankka borishim kerak? Navoiydanman. Subsidiya oldim. Toshkentdan uy olsam bo'ladimi? Limit tugaganmi? Subsidiya olganimdan keyin qancha kredit ajratiladi degan savollar ko'p uchramoqda. Birma-bir javob berib o'taman. Siz qaysi bankka borishingiz, ya'ni qaysi bankni talabiga mos kelganingiz MyGov'da turadi. Ya'ni o'sha subsidiyaga ariza jo'natganingizda eng pastda banklar ro'yxati turadi. 20 taga yaqin bank bor. Deylik, siz o'sha bankni 3 tasidan o'tgan bo'lishingiz mumkin yoki 15 tasidan o'tgan bo'lishingiz mumkin. Ana o'sha yerdan ko'rib, skoringidan o'tgan bankka borganingiz ma'qul va bir narsa tavsiya qilinadi, imkon qadar subsidiya chiqqanidan so'ng boshqa kredit olmang va olgan kreditlaringizni ham muddatini kechiktirmasdan to'lab boring. Ikkinchi savol, boshqa hududdan subsidiya chiqqan, lekin Toshkentdan uy olmoqchi bo'lganlar ko'p. Lekin buni iloji yo'q. Sizni doimiy yashash manzilingiz qayerda bo'ladigan bo'lsa, o'sha viloyatning istalgan tuman shaharidan uy olishingiz mumkin. Limit tugaganmi? Hozirgi paytda ko'p hududlarda limit yakunlangan. Yangi limit ochilgandan so'ng qayta topshirishingiz mumkin. Aniq muddatlari haqida umuman ijtimoiy tarmoqlarda bu haqda e'lon qilinadi. Va keyingi savol, subsidiya olingandan keyin qancha kredit ajratiladi? Viloyatlarda 380 million so'mgacha ajratiladi. Toshkent shahrida 480 million so'mgacha ajratiladi. Subsidiya olishim uchun qanchadan beri rasman ishlayotgan bo'lishim kerak? Chet elda ishlayotgan bo'lsam ham subsidiya ola olamanmi? O'zini o'zi band qilganlarga ham subsidiya beriladimi degan savollarga bizni kuzatib borsangiz, albatta obuna bo'lsangiz, keyingi videoroliklarda javob beramiz.